أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlari, oliy sifatlari bilan bugungi juma darsligimizni Alloh taolodan so'raymiz, davomiy qilishligini so'raymiz. Xolis Allohning vajhini, roziligini umid qilib o'tilayotgan darslardan qilishini so'raymiz. Alloh taolodan zohir va botin fitnalardan Allohning o'zi asrashligini so'raymiz. Va Alloh subhanahu va taolodan bu darslarni avvalo o'zimga, qolaversa barchamizga manfaatli bir darslardan qilishligini Alloh taolodan so'raymiz. Biz Qur'on Alloh taoloning kalomi, muqaddas kitob. Buni tafsirini boshlashdan avval bugungi suhbatimizni Qur'on nima va Qur'onning islomdagi makonati, o'rni qanaqa degan mavzuda suhbatlashmoqchimiz. Qur'on nima va Qur'onning islomdagi o'rni, manzilati nima degan mavzuda suhbatlashamiz. Chunki ko'p odamlar Qur'on deganda ishi yurishmay qolganda tilovat qilib qo'yiladigan bir narsa, yo haftada bir marta payshanba kuni chalpak solib uyda bir tilovat qilib qo'yiladigan bir narsa, yo bo'lmasa o'lganda eshikda o'lik chiqqan xonadonda 3 kungacha tilovat qilib o'tiriladigan bir narsa deb tushunadigan odamlar juda ham ko'p. Shuning uchun biz mana shu tushunchalarga islomning ko'z qarashi qanaqa ekanligi to'g'risida ham sizlar bilan bugun birgalikda darsligimizda suhbatlashamiz. Qur'on nima? Qur'on bu Alloh taolo tomonidan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan muqaddas kitob, Allohning kalomi bu. Alloh taolo tomonidan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan kitob Allohning kalomi. Uning shariatdagi, islomdagi o'rni, Qur'onni makonati, u iymonning arkonlaridan, rukunlaridan biri hisoblanadi. Mo'min kishi iymon keltirishligi, iymon farzlari bo'ladigan bo'lsa, iymonning keltirishligi farzlarda Allohga iymon keltirish, farishtalarga iymon keltirish, kitoblarga iymon keltirish, payg'ambarlarga iymon keltirish, mana shularning ichida kitoblarning biri bo'lmish Qur'oni Karimga iymon keltirish rukunlarni, iymonning rukunidan biri hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi va rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi unzila min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida." Ey iymon keltirganlar, ey iymon keltirganlar, sizlar Allohga iymon keltiringlar, payg'ambariga iymon keltiringlar va rasuliga, payg'ambariga Alloh nozil qilgan kitobga iymon keltiringlar va bundan avval nozil bo'lgan kitobga iymon keltiringlar. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirganlarga alohida yana xitob qilyapti. Alohida eslattiryapti. Allohga iymon keltiringlar, payg'ambarga, kitobga iymon keltirishlik. Va Qur'on bu. Kitobga iymon keltirishlik Qur'on. Va undan avvalgi o'tgan kitoblarga ham iymon keltiramiz. Alloh tarafidan tushirilgan ekanligi. Tavrot, Zabur, Injil, bularni barchasi Alloh tarafidan tushirilgan kitoblar, lekin o'sha ummat uni buzib yuborgan kitoblardan biri edi. Qur'onga iymon keltirishlik bir necha narsalardan tashkil topadi.
Xo'p, biz Qur'onga Alloh taolo iymon keltiringlar dedi. Va shu Qur'ondagi Qur'onga iymon keltirishligimiz bu rukun, iymonning rukunlaridan dedik. Endi qanaqa bo'ladi bu iymon keltirishimiz desak, men Allohning kitobiga iymon keltirdim. Alloh tarafidan nozil bo'lgan ekan, payg'ambarga tushgan muqaddas kitob ekan deyishligimni o'zi, shuni iymonning o'zi yetadimi shu Qur'onga iymon keltirishga? Shu narsaning o'zi bizga kifoyami Qur'onga iymon keltirishligimizga? Biz shu narsani 10 ta nuqtaga to'xtaymiz. Qur'onga iymon keltirishlikdagi o'z ichiga oladigan iymon keltirishlikda Qur'onga iymon keltirishlikdagi tashkil topadigan narsalar 10 ta narsadan iborat. Biz qisqacha aytganimiz. Bulardan birinchisi Qur'onga iymon keltirishlikning birinchisi bu Qur'on Allohning huzuridan nozil bo'lgan ekanligiga iymon keltirishimiz. Bu Qur'on haqiqatan ham Alloh tushirganmikan, yo u payg'ambar alayhisolamning o'zi aytganmikan desa, u iymon bo'lmaydi, kofir bo'ladi. Qur'on haqiqatan ham Allohning huzuridan nozil bo'lgan ekanligiga iymon keltirishimiz. Shak, shubhasiz. Ozgina qalbimizda zarracha shubha bo'lmasligi. Alif lam mim zalikal kitabu la royba fi. Alloh taolo aytadi Alif lam mim, mana bu kitob shak shubhasiz, bunda shubha yo'q deyapti. Mana bu kitob, ya'ni Qur'on, bunda shak shubha yo'q, gumonga, shubhalanishga o'rin yo'q. Allohning huzuridan tushgan Qur'on kitob bu. Bunga shak qilganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonasida mushriklar bunga iymon keltirishmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonasida mushriklar Qur'onni Allohning huzuridan tushgan ekanligiga iymon keltirishmadi. Chunki ular payg'ambar alayhisalomni payg'ambar deb tan olishmaganidan keyin qanaqa qilib uningga tushgan nozil bo'lgan Qur'onni Allohning kalomi deb tan olishadi? Ular iymon keltirishmadi. Ular balki tuhmatlar qildi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga. Bu o'zi to'qib chiqarayotgan narsalar dedi. Va payg'ambar alayhisalomni har xil tuhmatlar qildi, shoir deyishdi, boshqa deydi, shularning ichi mana sehrgar deydi, shularning ichida shoir o'zi she'rlar to'qiyapti degan gapni aytdi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning hikmati, Qur'onni Alloh subhanahu va taolo ummiy, o'qishni va yozishni bilmaydigan payg'ambarga nozil qilgan edi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom o'qishni, yozishni bilmasdi. O'qishni bilmaydigan, yozishni bilmaydigan inson qanaqa qilib u endi she'riyat ilmini yozib bitishi mumkin? Shunda bu payg'ambar alayhisalomning yana bir mo'jiza, Alloh taolo tomonidan berilgan, ta'yidlangan mo'jizalardan biri, o'qish, yozishni bilmaydigan inson shunday hech kim uning mislini keltira olmaydigan Qur'onni nutq qilib turishligi. Va yana buni bir marta nutq qilib, bir marta yengib chiqib ketsa inson men g'alabani qo'lga kiritdim deyishi mumkin. Bir marta tasodifdan yengib qolishi mumkin. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular bilan eng she'riyat avjiga chiqqan davrda, mushriklar, Makka mushriklari hammasi bir-biriga she'r bilan javob berib turgan bir davrda bir marta yana Qur'on o'qimadi ularga. 23 yil davomida Qur'on o'qib turdi. Keyin ularga mana shunga o'xshagan Qur'onni keltirishga kim qodir bo'lsa, qani keltirsin degan bahsni ham o'rtaga qo'yib qo'ydi. 23 yil mobaynida birontasi Qur'onga o'xshashini yo unga yaqin keladiganini ham keltirishga qodir bo'lishmadi. Alloh subhanahu va taolo unga shubha qilganlarga, o'sha payg'ambar alayhisalom zamonasidagi mushriklarga qarata aytadiki: "Va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli." Agar sizlar bizning bandamiz, qulimiz, ya'ni payg'ambar alayhisalomga biz nozil qilgan narsalarga shubhada bo'ladigan bo'lsangiz, unda shunga o'xshashini sizlar keltiringlarchi dedi. Qur'onga o'xshashini sizlar keltiringlarchi. Wad'u shuhada'akum min dunillah. Allohdan o'zga shohid, guvohlikka o'tadiganlarni, mana shu kishi guvoh bo'ladi bizni, mana bu Qur'on, mana shunga Qur'onga o'xshashini mana bu inson o'ylab chiqardi. Hech ayni o'zi o'xshashi
Hech qayerda bir ayirmachiligi yo'q deydigan darajada guvohlaringlarni ham olib kelinglarchi dedi. Agar sizlar sodiq bo'lsanglar dedi. Hech kim keltira olmadi. Mushriklardan birontasi Qur'onni shoir to'qib chiqdi deyotganlar, asatirul avvalin deyotganlar, birontasi Qur'onning misli bu yoqda tursin, unga yaqin keladigan narsani keltirisha olmadi. Alloh subhanahu va taolo ularga yana qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la yatuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira dedi. Ayting, agar insu jininglar jamlanib Qur'on mana bu Qur'onning mislini keltirishlikka jamlanishsalar ham, inson va jin to'planib Qur'onga o'xshashini keltiramiz deb jamlanishsalar ham, ular hargiz uning mislini keltira olmaslar dedi. Alloh taolo ularga musobaqa qilib qo'ydi. Qur'onga o'xshashini hech qachon ular keltirisha olmaydi, agar ular ba'zilariga ko'makchi bo'lsalar. Demak, bu Qur'on Allohning huzuridan nozil bo'lganligiga hammamiz iymonimiz komil, bu Allohning huzuridan tushgan muqaddas kitobligiga iymon keltirganmiz. Ikkinchi, Qur'onning iymon keltirishlikning ikkinchisi, Qur'ondagi kelgan hukmlarga tamomiy bo'ysunishlik bilan bo'lar ekan Qur'onga iymon keltirish. Ha, bilaman, Qur'on Allohning huzuridan tushgan kitob deb qo'yib, Qur'ondagi Alloh taolo halol qilgan narsani harom qilib, harom qilgan narsani halol qilib, nafsiga burib yurgan odam u Qur'onga iymon keltirmagan odam bo'lar ekan. Qur'onga iymon keltirishlikning bir turi, ikkinchi turi biz zikr qilyapgan tamomiy bo'ysunishlik bilan bo'ladi Qur'onning hukmiga. Qur'onning hukmiga tamomiy bo'ysunishlik bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadi: "Va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin idza qada Allohu va rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Mo'min erkaklar va mo'min ayollarga agar Alloh va rasuli bir ishni hukmini chiqargan bo'lsa, Alloh taolo bir ishda hukmni chiqarib qo'ygan Qur'onda. Qur'onda kelmagan hukmni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda bayon qilib qo'ygan. O'sha narsa chiqarib qo'ygan bo'lsa, mo'minalarga endi u o'zlarining ishida ixtiyor yo'q. Xohishimizga endi yo'l yo'q ekan. Biz xohlab turgan narsamizni o'zimizcha amalga oshira olmaymiz ekan. Modomiki Qur'onda uning hukmi bayon qilinib turibdi, yo hadisda uning hukmi bayon qilinib turibdi. Kim agar bundan tajovuz qilib o'tib, Qur'onni hukmini bir orqasiga uloqtirsa-da, hali dinni arzimaydigan chaqalarga sotayotgan domlalarni topib, shularni fatvolarini ushlanadigan bo'lsa, u gunohkor bo'ldi. Va man ya'sillah va rasulah, kim Alloh va rasuliga osiylik qiladigan bo'lsa, uzoq ochiq adashlikda adashibdi dedi. Demak, biz bilishimiz kerak ekan, dinda hukm berildimi, biz shuni sam'an va ta'atan eshitdik. Qur'onda shunday kelgan ekan, hadisda shunday kelgan ekan, biz uni itoat qildik deyishimiz kerak ekan. Ixtiyor yo'q ekan. Fala va robbik, demak Qur'on ergashlik tarafidan insonning o'zini xohishi bilan bo'ladigan narsa emas ekan. Xohlagan joyini Qur'onda bizga foyda keladigan joyida, Qur'ondan gapiring, domla deydigan, bizga bir ziyon tegadigan joyi bo'lib qolsa, molingizni, katta mablag'dagi mollaringizni prosent bilan oborot qilib ishlatayotgan bo'lsangizda, Qur'ondan o'sha oyatlarni o'qigan vaqtda, domla shu oyatlarni hozir vaqti emas o'qiydigan vaqti, hali xalq buni tushunmaydi, bunga aqli yetmaydi, bu oyatlarni to'xtatib turing deydigan, bu xohlasa ergashib, xohlamasa ergashmaydigan narsa emas Qur'on. Biz Qur'onning ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisini keyinroq iymon keltiramiz degan emasmiz. Biz Qur'onning komil butun hammasiga iymon keltirdik deb bo'yinlaganmiz biz. Shunday emasmi?
va Alloh taolo aytadi: "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima." Alloh taolo aytibdi: "Robbingizga qasam, mo'min bo'lishmaydilar" deydi. Hattoki o'zlari kelishmay qolgan narsalarda sizni hokim qilib, shuni hukmini yechib berishga sizni o'rtaga qo'ymagunicha deydi. Demak, bir masalada halol va harom masalasida, din masalasida kelishmay qolgan vaqtimizda biz birinchi bo'lib Alloh va Rasuli bu masalaga nima hukm chiqaradi deb savol berishimiz kerak. Alloh va Rasuli nima hukm beradi shu masalaga deyishimiz kerak. Endi o'shaning hukmini siz chiqarib berganingizdan keyin deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'shaning hukmini chiqarsa, chiqarib berganingizdan keyin ham ular bunga tamomiy qalblarida bir tajanglik topmasdan, xursand bo'ldim, rahmat, men adashib yurgan ekanman, qalbim endi xotirjamlikni oldi. Haligini men halol deb yurgan narsam shubhali ekan, yo harom ekan o shariatda. Bugun men tashadim, rahmat sizga demasdan qalbida tajanglik topmaguncha endi. Ba'zi odamlarga bir masalani halol va haromni gapirgan vaqtingizda qalbi siqiladi. Sizni yomon ko'rishga o'tadi. Unga haqni gapirib qo'yganingiz uchun. O'sha qalblarda tajanglik topmasdan tamomiy bo'y sunmagunichayin Alloh va Rasulining hukmiga mo'min bo'lmaydi dedi. Bu oyatning tushishlik sababi nuzulda ulamolarning har xil gaplari kelgan. Ulamolarning har xil gaplari kelgan. Bu yerda Imom Buxoriy Urva radhiyallohu anhu dan keltirgan hadislarda Zubayr radhiyallohu anhu bir kishi bilan husumatlashib qoldi, tortishib qoldi. Zubayr radhiyallohu anhu ariqda oqayotgan suvni bog'iga suvni qo'ygan edi, qo'shnisi chiqdi-da aytdiki: dedi, sen payg'ambarning ammasining o'g'li bo'lsang o'zingga mana suvni dedi ochib qo'y, menga kirsin dedi. Degandan keyin Zubayr radhiyallohu anhu aytdiki: birodar, bu suvni birinchi bo'lib men yiqdim bog'ga deganida ikkovlar talashdi, payg'ambar alayhisolamning oldiga kelishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelganlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikkovlarni eshitdi-da aytdiki: "Ey Zubayr, suvni dedi tezroq kirgizib bog'ingga shu etagiga yetishi bilan suvni o'chirda, qo'shningga tezroq suvni o'tkazib ber" dedi. Qo'shningga tezroq suvni o'tkazib ber deganida haligi kishi payg'ambar alayhisalomning hukmi o'sha edi. Oddiy bog'ni sug'orishlikdagi masalada oyat nozil bo'lib turibdi. Bizlar Alloh taolo harom qildi, halol qildi degan masalani hech narsaga ham olmasdan orqamizga uloqtirib ketyapmiz. U qancha narsa. Bog' sug'orish masalasida payg'ambar alayhisalom hukm chiqardi. Shunda haligi kishi aytdiki: ya Rasululloh" dedi. "Baribir ham ammangizning o'g'li bo'lganligi uchun dedi." Deganlarida payg'ambar alayhisalomning yuzlari qizardi. Payg'ambar alayhisalom bu yerda tanish bilishlik uchun hukm chiqarmasdi. U Allohning odil payg'ambari edi. Keyin qattiq g'azablari chiqdi-da: "Ey Zubayr" dedi, "bog'ingni suvni qo'y" dedi. "Bog'ingni yaxshilab sug'or" dedi. "Hatto ildizlarigacha suv yetib borsin" dedi. "Undan keyin to'yganingdan keyin qo'shniga yetkazib" dedi. Mana shunda Zubayr radhiyallohu anhu aytadi: "Mana shu vaqtda mana shu oyat nozil bo'ldi. Mana shu payg'ambar alayhisalomning chiqargan hukmini o'rtada kelishib, qalbimizda unga hech qanaqa bir tajanglik topmaydigan darajaga kelib, tamomiy bo'ysunmaguncha mo'min bo'lmaydi degan oyat nozil bo'ldi" dedi. Yajibu alal inson an yattabi'al Qur'an. Uchinchisi, Qur'onga iymon keltirish. Hammamiz Qur'onga iymon keltirganmiz deymiz. Ammo Qur'onga iymon keltirishlikning uchinchi turi tamomiy Qur'onga ergashishlik bilan bo'lar ekan. Qur'onga iymon keltirishlik Qur'onga ergashishlik bilan bo'lar ekan. Alloh taolo aytadi: "Wattabi'u ma unzila ilaykum min robbikum va la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Sizlarga Robbingiz tomonidan nozil bo'lingan narsaga ergashinglar. Qur'onga ergashinglar deyapti Alloh taolo. "Hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun." Bu kitob
biz uni nozil qilgan muborak kitobdir deydi. Bu biz uni nozil qilgan muborak kitob. Unga ergashinglar deyapti Alloh taolo. Iymon keltirishlikning turi ergashishlik Qur'onga. Hayot manhaji Qur'on. Yashashligimizning to'g'rilaydigan yo'li Qur'on. Ittabi'u ma uhiya ilayka min robb ittabi' ma uhiya ilayka min robbika la ilaha illa hu va arid anil mushrikin. Sizga vahiy etilgan narsaga ergashing. Robbingiz tomonidan vahiy etilgan narsaga ergashing. Allohdan boshqa iloh yo'q, mushriklardan yuz o'giring deyapti. Qur'onga ergashayotgan vaqtingizda din dushmanlari, mushriklar bo'lsin, munofiqlar bo'lsin, sizga har xil haq Qur'onni yetkazayotganligingiz uchun va haq Qur'onga ergashganligingiz uchun sizni adashganlardan deb hisoblashadi. Chunki siz ularni adashgan yerini bayon qilganingizdan keyin ular o'zlarini haqdamiz deb bilib sizni adashganlardan deydi. Har xil laqablar bilan sizni ismlaydi. Va arid anil mushrikin. Shu vaqtda siz Qur'onga ergashishni tashlab, ko'pchilik oqim qayoqqa yurayotgan bo'lsa, shu tarafga yurishim kerak ekan deb o'ylanib qolmang. Qur'on bilan birgamisiz? Siz shu Qur'onni o'lguncha birga tuting. Agarcha yer kurrasidagi butun insonlar sizni Qur'onga ergashganligingiz uchun malomatlab turgan bir zamonda, davrda bo'lsangiz ham, Qur'on bilan birga bo'ling, yer kurrasidagi jami mushriklardan yuz o'giring. Ergashishlik. Alloh subhanahu va taolo Qur'on o'qiganlarga sabr qilishlik haqida oyat nozil qilmadi. Qur'on o'qing. O'qiganligingiz uchun qiynalib ketasiz. Yer kurrasi sizga bir tuhmatlarni yog'diradi, shu vaqtda siz sabr qiling demadi. Chunki Qur'onni mushrik ham o'qiyveradi, kofir ham o'qiyveradi, munofiq ham o'qiyveradi, mu'min ham o'qiydi. Ammo qachon aytdi Alloh subhanahu va taolo sabr qiling deb? Qur'onga ergashishlikni boshlagan vaqtingizda ana unda sizga chidab tura olmaydigan odamlar keladi. Haqga ergashgan vaqtingizda sizni ko'ra olmaydigan odamlar keladi. Haqni gapirib turgan vaqtingizda shu vaqtda boshlanar ekan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'onda vattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkumalloh. Sizga vahiy qilingan narsaga ergashing va sabr qiling dedi. Qur'onga ergashasiz, haqga ergashasiz. Qur'onda bunaqa degan, siz aytayotgan narsangiz noto'g'ri deysiz, shu vaqtda siz yerdagi eng bir muttaham inson bo'lib chiqasiz. Shu vaqtda siz sabr qiling. Wasbir. Sabr qiling. Hatto Allohning hukmi kelgunicha. Alloh o'zi hukm chiqaradi. Alloh hukmdorlarning yaxshisi deydi. Qur'onga ergashishlikdagi sahobalarning siratlariga bir nazar solaylik. Qur'onga ular qanaqa ergashdi? Biz Qur'onga qanaqa ergashganmiz? Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Imom Buxoriyda kelgan hadisda keladi. Anas radhiyallohu anhu ning huzurlariga kelishdida odamlar aytishdiki, "Va hal balaghakumul xabar?" Shu yerda odamlar aroq ichib turgan davri, aroq hali harom qilinmagan bir vaqt edi. Shunda sizlarga xabar keldimi dedi bir to'da odamlarning aroq ichib turgan joylarida. "Va ma zak?" Qanaqa xabar deganda, "Qud hurrimatil xamr." Aroq harom qilindi dedi. Aroq harom qilindi deganlarda Anas radhiyallohu anhu aytadi: "Fama sa'aluhu anha va la raja'uha ba'da xabarir rajul." Bir kishining kelib aroqning harom bo'lganlik oyatini o'qishligi bilan biz buni bir xabarni ta'kidlab qo'yaylik, buni bir so'raylik. Haqiqatdan ham payg'ambar alayhisalom shuni xabari ketdimi? Alloh nozil qilibdimi? Undan keyin bir o'ylanib ko'raylik degan taraddud bo'lmadi-da, qo'llaridagi turgan aroqlarini va idishlarga tayyorlab qo'ygan aroqlarini parcha-parcha qilib harom bo'ldi bu bugundan boshlab deb oqizib yubordi. Aroqning harom ekanligini musulmonning bolasi tug'ilganidan demasak ham balog'atga yetgandan boshlab biladi. Ammo
hanuzgacha men Qur'onga iymon keltirdim, men Qur'onga ergashaman dedi-yu to'ylarini aroq bilan o'tkazadi va majlislariga aroq qo'yishlikni qo'ymaydi. Qana ergashishlik bu? Qur'onga ergashishlik. Bara radhiyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Baytul Maqdisga qarab namoz o'qiganlarda Baytul Maqdisga qarab 16 oy yoki 17 oy Baytul Maqdisga qarab o'qidi. Ka'baga qarab o'qimadi. Baytul Maqdisga qarab o'qiganlarida umid qilardiki, Alloh taolo meni qiblamning otalarim, bobolarimning Ibrohim alayhisalomning Ka'basiga burib qo'ysa edi deb umid qilardi. Payg'ambar alayhisalom. Shunda Alloh subhanahu va taolo asr namozini o'qib turganlarda favalli wajhaka shatral masjidil harom, yuzingizni Masjidil Haromga, Ka'baga yuzlantiring degan oyat bilan Payg'ambar alayhisalom shu kundan boshlab asr namozida yuzlarini Ka'baga qaratib o'qidi. Shu kuni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan namozda ishtirok qilgan sahobalar, namozda qatnashgan sahobalar, shulardan biri Qubo masjidiga borsa, bir kishi Qubo masjidining ahli hali bu xabar yetmagandi. Ular Baytul Maqdisga avvalgi qiblaga qarab namoz o'qishayotgandi. Haligi bir kishining kirib turib, "Ey jamoat, men kecha Payg'ambar alayhisalom bilan birga bo'ldim. Payg'ambar alayhisalom yuzlarini Ka'baga qarab namoz o'qidi" deyishi bilan bir sahih xabar kelishligi bilan birontasi taraddud qilmadi-da, hammasi namozlarini Ka'baga qaratib namozni o'qidi. Shu kundan boshlab. Shu vaqt, shu soatdan boshlab. Ey jamoat, avliyolarning qabrlarini aralab, ulardan madad so'rashlik shirk ekan desa, ha, shundaymi deb turib ertasiga yana ketayotganlarni ko'ryapmiz. Qur'onga ergashishlik qani? Avvalgilar bilmaganmikan? O'tganlar bilmaganmikan? Bugungi chiqqanlar endi buni aytayapti deydiganlar bo'lyapti. So'rashmadi ular Baytul Maqdisni burilishligida biz ham payg'ambardan o'zidan aniqlab kelaylik, undan keyin burilamiz. Bu eng qiyin ish, bu namoz ishi, qibla ishi, bu eng mashaqqatli ish deb ular uni so'rashmadi. Shunday itoat qildi. Aisha radhiyallohu anha aytadi: "Yarhamullohu nisa'al muhajiratil awwal, lamma anzalallohu wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna shaqaqana murutahunna fahtamarna biha." Avvalgi muhojir ayollarni Alloh rahmatiga olsin deydi Oysha onamiz aytadi. Avvalgi muhojir ayollarni Alloh rahmatiga olsin, ularga ko'kraklaringlarga ro'molinglarni o'ranglar degan oyat tushganda ayollarga, ko'kraklaringlarga ro'mollaringlarni o'ranglar degan oyat tushganda ustilaridan yopinib oladigan yopinchiqlarini shunday ikkiga bo'lib turib, birini ko'kragiga, birini boshiga ro'mol qilib o'rashdi degan ekan. Oilamizdagi singillarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz har kuni eshitadi. Qur'onga ergashganmisan desa ergashganman deydi. Qur'onga iymon keltirganmisan desa Qur'onga iymon keltirganman deydi. Qur'onga itoat qilish qani? Din dushmanlari bu Qur'onni o'zgacha qilib ko'rsatishga harakat qilishdi. Bu Qur'on arablarga nozil bo'lgan bir narsa. Bu Qur'on arablarga tushganligi uchun ko'proq arablarning udumlari, urf-odatlari haqida gapiradi. Shuning uchun Qur'ondagi hamma aytilgan narsalarni tatbiq qilishlik maslahatdan emas u. Shunga biz o'zimizga to'g'ri keladigan joylarini olib, to'g'ri kelmagan joylari u arablarga, ularning odatlariga mos bo'lganligi uchun uni biz olmaymiz degandaqa islom ummatini Qur'ondan burib tashlamoqchi bo'ladi. Qur'on unaqa narsa emas. Qur'on bu bir ummatga tushib, bir ummatga tushmagan narsa emas. Qur'on yer kurrasidagi la ilaha illalloh degan, men musulmonman degan barcha insonlarga nozil bo'lgan Allohning kalomi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "Tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira."
butun olamga ogohlantiruvchi qilib yuborilgan, bandasiga nozil bo'lgan tushirgan, bandasiga nozil qilgan Furqonni nozil qilgan Alloh buyuk zotdir deydi. Butun olamlarga ogohlantiruvchi, faqat arablarga demadi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz sizni butun olamga rahmat qilib yubordik dedi Alloh taolo. Faqat arablarga demadi. Ya ayyuhan nas inni rasululloh ilaykum jami'a. Ey insonlar, men sizlarning barchangizga yuborilgan payg'ambar, Allohning elchisiman dedi. Faqat arablarga demadi. Demak, Qur'ondagi qanaqa hukm kelar ekan, Qur'ondagi qanaqa buyruq va qanaqa qaytarilgan narsa kelar ekan, bu butun yer kurrasidagi musulmonlarga tatbiq qilishligi farz bo'lgan bo'lib qolaveradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onga ergashgan kishilarga, to'rtinchisi, Alloh subhanahu va taolo Qur'onga ergashgan kishilarga saodatni va'da qildi. Qur'on bilan yashaymiz ekan, dunyo va oxiratdagi saodat shu Qur'onga ergashishlik bilan bo'ladi. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Kim mening hidoyat yo'limga ergashar ekan, u adashmaydi va badbaxt ham bo'lib qolmaydi deydi. Adashmasligimiz uchun Qur'onga ergashishimiz kerak ekan. To'g'ri yo'lni topishligimiz uchun Qur'onga ergashishimiz kerak ekan. Faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim va la hum yahzanun. Kim mening hidoyatimga ergashadigan bo'lsa, ularga xavf yo'q va ular qiyomatda xafa qayg'uga ham cho'kmaydi deydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onga ergashmasdan, Qur'ondan bet burganlarga badbaxt bo'lib qolishdan ogohlantirdi. Qur'ondan bet burgan odamlarga faman arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kim bizni zikrimizdan betini burar ekan, Qur'ondan betini burar ekan. Bet burish deganda to'g'ri tushunaylik. Hech kim kelib turib, "Ha, mana bu turgan Qur'on ekan, men Qur'ondan betimni buraman, Qur'onni qo'limga ushlamayman" demaydi. Qur'onni kerak bo'lsa o'pib peshonasiga surib turadi-da, Qur'ondan bet burib ketganini o'zi sezmay qoladi. Qur'onga amal qilmaslik, Qur'onning aytganiga yurmaslik Qur'ondan bet burgan bo'ladi. Agar u Qur'onning yuragiga boylab yursa ham, u Qur'onga amal qilmagan, bet burgan badbaxt bo'lib qolaveradi. Shuning uchun Alloh taolo aytdiki, kim mening zikrimdan, Qur'ondan bet buradigan amal qilmasa, unga tajang hayotni toptiraman deyapti. Va qiyomat kuni uni ko'r holatda tiriltiraman deydi. Qala robbi lima hashartani ama wa qad kuntu basira. Ey Alloh, meni nimaga ko'r tiriltirding? Meni ko'zim ko'rardi deydi qiyomat kunida. Shunda Alloh subhanahu va taolo aytar ekan, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha va kadhalika al-yawma tunsa. Senga mana shunday dunyolik chog'ingda oyatlarimiz kelgan edi. Sen uni ko'ronalik bilan ataylab unutgan odamga aylanding sen. Xuddi shu oyatni eshitmagan odamday, "Ha, shunaqamikan a? Qur'onda" deb o'tib ketaverding amal qilmasdan. Unutganga o'xshab, biz ham bugun seni unutdik dergan. Alloh subhanahu va taolo Qur'ondan bet burganlarni, Qur'onga amal qilmasdan, Qur'onni bir arzimaydigan narsaga aylantirib olganlarni o'ch olishlik, Alloh taolo ularni halok qilishlik, o'ch olar ekan. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Alloh Robbisini oyatlari eskartirilgandan keyin bir domla keldida bechora kuyini gapirdi, halol haromni eshitib chiqib ketishdi. Robbisining oyatlari eskartirilgandan keyin undan bet burib amal qilmasdan aytdi-da qo'ydi deb ketgan odamlar. Amal qilmaganlar, biz Alloh taolo aytadi, "Inna minal mujrimin." Biz bu mujrimlardan o'ch olurmiz deydi. Biz bu mujrimdan o'ch olurmiz deydi. Alloh taoloning oyatlarini tatbiq qilmas ekanmiz yoki Alloh taoloning Qur'onni amal qilmaydigan kishi, Alloh taolo uni halok qilishligi Allohga juda ham oson, yengil. Kisro Farisning podshohi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Kisroga maktub yo'lladilar. Da'vat qilib, islomga da'vat qilib, eng buyuk podshohlardan bo'lgan Kisroga nima qildi? Maktub yubordi. Maktubda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday yozdi: Bismillahirrohmanirrohim min Muhammad rasulillah ila Kisra azimi Faris. Muhammad Allohning rasulidan Farisning buyugi bo'lmish Kisroga deb yozdi. Salamun ala man ittaba'al huda. Hidoyatga ergashganlar, Allohga iymon keltirib, rasulga iymon keltirib, Allohdan boshqa iloh yo'q deb, payg'ambar Allohning elchisi deganlarga Allohning salomi bo'lsin dedi. Men seni Allohga da'vat etaman. Men Allohning rasuliman. Butun insonlarga yuborilgan Allohning elchisiman dedi. Va tirik insonlarni ogohlantirishlik uchun yuborildim dedi. Va dindan bosh tovlaganlarga Allohning va'dalari so'zi haq ekanligini, kofirlarga haq ekanligini aytishga keldim dedi. Islomni qabul qil, salomat qolasan dedi. Islomni qabul qilib, dinda haqni gapirar ekanmiz, salomat qolamiz. Agar dunyoda salomat qolmagan odam bo'lsa, haqni gapirganligi uchun, mana palonchi haqni gapirdi, salomat qolmadi, palonchilar haqni gapirdi, salomat qolmadi. Ota-bobolarimiz haqni gapirgan vaqtda olib borib otib tashlagan edi. Qani salomatlik desangiz, bu dunyodagi salomatlik muhim emas. Oxiratda salomat qolasiz. Din bilan o'lgan otalarimiz, bobolarimiz jannatda salomat. Dinini sotib kommunist bo'lib o'lib ketganlar, bu dunyoda salomat bo'lib yashab o'tganlar, lekin oxiratda salomat bo'lmadi ular. Oxiratda salomat bo'lmadi ular. Aslim taslam, islomni qabul qil, salomat qolasan dedi. Fain abayta fa inna ismal majus alayk. Agar islomni qabul qilmasang, majuslarning butun gunohi sening tepangga yoziladi dedi. Mana bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 ta narsani, payg'ambar alayhisalom xatining nimasidan olinadigan 3 ta narsani zikr qila ketamiz. Birinchisi, payg'ambar alayhisalom ana rasululloh ilan nasi kaffa. Men odamlarning butun hammasiga yuborilgan payg'ambarman dedi. Payg'ambar alayhisalom aytmadi, men faqat arablarga yuborilganman. Sizlar forissizlar. Sizlar tushunmaysizlar. Sizlarga kerakli joyini olinglarda, kerak bo'lmagan joyini qoldiringlar. Mamlakatingizda ixtilof chiqib qolishligi mumkin demadi. Men butun hammaga yuborilgan payg'ambarman dedi. Keyin liyunzira man kana hayya, tirik bo'lgan odamlarni ogohlantirish uchun yuborilganman dedi. Shundan chiqadiki, payg'ambar alayhisalomning maktublarida Qur'on faqatgina o'liklar uchun o'qiladigan marosimiy narsaga aylanib qoladigan narsa emas u Qur'on. Qur'on faqat o'liklarga o'qiladigan. Bu bilan Qur'onni o'lgan odamga o'qisa ajri yo'q deb gapni boshqa tarafga burib tashamang. Faqat shu narsaga aylantirib olishlik ham o'zi durust emas ekan. Qur'on tiriklar uchun o'liklardan ham ko'ra ko'proq tiriklarga manfaatli bo'ladi. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo halolni aytdi, haromni aytdi, aroqni ichmaslik to'g'risida aytdi, namoz o'qishlik to'g'risida aytdi, qarz berayotgan vaqtda qarzni yozib qo'yishlik to'g'risida aytdi, nikoh to'g'risida aytdi, taloq to'g'risida aytdi. Bu narsalarni o'liklarga nima manfaati bo'lardi? Bir o'lgan insonning tepasiga kelib, ey iymon keltirganlar, innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijs. Ey iymon keltirganlar, aroq, qimor va bu pol otishlar yog'och bilan rijis, shaytonning amali deyishlik, bu o'likni nima narsadan qaytaradi? Demak, Qur'on ko'proq tiriklarni ogohlantirish uchun nozil bo'lgan edi. Qur'on tiriklarni ogohlantirish, tiriklarni qonun qoidasi, to'g'ri yo'lini ko'rsatishlik uchun nozil bo'lgan edi Qur'on. Va aslim taslam, islomni qabul qil, salomat qolasan deb payg'ambar alayhisalomning aytganligi, Qur'on insonlarning eng yuqori narsaga yetaklaydi. Eng to'g'ri narsaga yetaklaydi. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Bu Qur'on insonlarni eng to'g'ri narsalarga olib chiqadi, yetaklaydi dedi. Ya aqwam, eng to'g'rilikka. Hozirgi kunda odamlarning ongida Qur'on bu bir eskicha narsa. Ya bu Qur'on taraqqiyotga, madaniyatga, o'sishlikka bir teskari bo'lgan narsa deb tushunishlik bu noto'g'ri ekan. Haqiqiy to'g'ri taraqqiyotni, haqiqiy to'g'ri o'sishlikni istagan odam
Qur'on bilan hayotini kechiradi, u eng to'g'ri, eng taraqqiyot yo'lini qo'lga kiritgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam maktubni olib borishga Abdulloh ibn Huzafat as-Sahmiyni tanladilar. Abdulloh ibn Huzafat as-Sahmiy Kisroning Parisning podshohiga maktubni olib keldi. Maktubni berganlarida haligi podshohning oldida maktub o'qiydiganlar maktubni o'qib berishdi. Min Muhammad Rasululloh ila Kisra azimi Faris degan gap bilan boshlangan edi. Gapni oxirigacha yetkazmadi-da, maktubni bu yoqqa berdi. G'azablanib o'rnlaridan turib ketib podshoh shunday oldida maktubni parcha-parcha qilib tashadi. Abdun haqirun fi ra'iyati yuqaddim ismahu ala ismi dedi. Yaktub ismahu qabli dedi. Bu mening xalqimning ichidagi bir haqir qul dedi payg'ambar alayhisalomni. Mening xalqimning ichidagi bir haqir qul o'zini ismini meni ismimdan oldin yozdimi dedi. Qarang. Bir narsaga shoshmaslik, oxirigacha tushunishlik kerak. Ismini uning ismidan oldin kelganligiga chiday olmadi-da, hidoyatdan bet burdi. Zalolatni ixtiyor qildi, jahannamni tanladi, jannatdan voz kechdi. Mening ismimdan avval o'zini ismini qo'ydi deb turib yirib tashadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga Abdulloh ibn Huzafa keldi. Nima bo'ldi deganida, maktubni oxirigacha ham o'qilmadi. Nima qildi dedi, yirib tashadi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdiki, Allohim buning mulkini tamziq qilgin dedi, parchalab tashadi dedi. Ha o'tmasdan, ko'p o'tmasdan bu Kisroning podshosi Yamandagi vakiliga maktub yo'lladi Bazongada, aytdiki, Hijozda chiqqan payg'ambarman deyotgan kishiga ikkita odamni yuborgin, tez meni oldimga uni oyog'ini yerga tegizmasdan yetkazib kelsin dedi. Bazon ikkita katta odamlarni yubordi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinada o'tirgandilar, ikkita kishi kirib keldi. Siz payg'ambarlikni da'vo qilayotgan kishimisiz dedilar. Ha dedi. Sizga katta bir tepadan shunday buyruq keldiki, sizni tez yetkazib borishimiz kerak ekan dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabassum qildi da ularni dinga da'vat qildi. Qarang. Ha shunaqa bo'lib qoptimi deb yuraklari yorilib ketmadi. Dinga da'vat qildi. Dinga da'vat qilganlarda haligi kishilarga aytdiki, ertaga kelinglar dedi, erta gaplashamiz, bugun daminglarni olinglar dedi. Ertasiga kelganida haligi ikki kishi endi tayyormisiz, qani oldimizga tushing deganlarda payg'ambar alayhisalom aytdiki, sizlar borib Bozonga podshoh nimalaringlarga aytinglar, kecha Kisro o'ldi, halok bo'ldi dedi. Deganida, siz nima deyotganingizni ma'nosini tushunmayapsiz shekilli. Kisro o'lmaydi. Ular uni xudo qilib olgan edi, iloh qilib olgan edi. U o'lmaydi. Siz nima deyotganingizni bilasizmi? Sizning ishingizni biz yengillatib turgan edik dedi. Endi agar bu gapingizni yozadigan bo'lsak dedi, bu gapingizni bitta yozadigan bo'lsak, sizga endi Kisroning oldida najot yo'q dedi. Payg'ambar alayhisalom aytdi, yozib qo'ygin dedi. Kisro o'ldi va podshohingga ham borib aytgin dedi. Va islomni qabul qilsin dedi. Agar islomni qabul qiladigan bo'lsa dedi, inna dini va sultani sayablughu ma balagha Kisra. Mening dinim va sultonligim Kisroning mulki qayerga yetsa shu yerga yetadi dedi. Va yantahi ila muntahal khuff wal hafir. Va qadami qayerga yetgan bo'lsa shu yergacha tugaydi mening dinim dedi. Aytib qo'ygan, islom qabul qilsa mulkini o'zida qoldiraman. Agar islomni qabul qilmasa mulkidan ayriladi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hech kimi yo'q bir Madinada turib kimni tahdid qilyapti? Kisroni tahdid qilib qo'ydi. Haligilar yuraklari yorilib, ranglari oqarib, Bozonga yugurib borishdi. Bozonga borganida Bozonga aytdiki, Yamandagi elchisiga Kisroni o'ldi deb mashina qaytardi deganda, agar kutamiz, haq bo'ladigan bo'lsa, u payg'ambar iymon keltiramiz dedi. Agar nohaq bo'ladigan bo'lsa, unda uni o'ldiramiz dedi. Ozginadan keyin ko'p o'tmasdan Kisroning o'g'lidan xat keldi. Men dadamning mulkini talashib, dadamni o'ltirib, taxtga men o'tirdim. Bugundan boshlab menga itoat qil degan xat keldi. Ba'zan shu joyda iymon keltirdi, islom qildi. Alloh taoloni
Rasulini bitta oyatini bet burgan Kisroni Alloh taolo tamzih qilib tashladi. Agar biz mana bu Qur'onni komilicha bet buradigan bo'lsak, birinchi varag'idan oxirgi varag'igacha amal qilmaydigan bo'lsak, Alloh taolo bizni parcha-parcha qilib, mulklarimizni vayron qilib, xonadonimizda tinchlikni yo'qotib yuborishga qodir ekan. Qur'on biz uni o'qib, tadabbur qilib, tafakkur qilib, aqllarimizni ishlatishlik uchun tushdik Qur'on. Bu yerda din dushmanlari yana bir nangray o'ylab topishdi. Odamlarni dindan uzoqlashtirishlikni, dindan burishlikning bir yo'lini topishgan. Bu yo'li bo'lsa Qur'on muqaddas kitob, Allohning kalomi. Alloh iroda qilyapti, nima narsani iroda qilyapganini bandani aqli unga bavar qilmaydi, yetmaydi. Shuning uchun Qur'onni tarjima qilish, tafsir qilishlik bu safsata degan gapni topishdi. Qur'onni tarjima qilmaymiz. Shu bilan yer yuzida Qur'on va hadisni tushunmaymiz biz deb Qur'on va hadis yuraveradi. Agarcha basmaxonalarda chiroyli Qur'onlar, hadislar bosilsa ham unga amal qilishlik, uni tushunishlik, tagiga yetib borishlikni yo'qotishadi-da, u faqatgina tillarda sayraydigan Qur'onlargina qolishni xohlashdi. Qorilar bo'ladi, katta-katta sallalarni o'rab, choponlarni kiyib, maslarni kiygan qorilar bo'ladi. Qur'onni xohlagan joyidan aytsangiz, u bulbulning sayraganiday sayrab beradi. Ammo nima deyapti shu joyda desangiz, men undan bexabarman deydi. Tushunmaydigan qilib tarbiyalamoqchi bo'ldi dinning dushmanlari. Lekin Allohning fazli bilan olimlar buni saqlab qolishdi. Qur'onni tafsir qilishdi, xalqqa Qur'onni yetkazishdi. Alloh subhanahu va taolo bir necha joyda Qur'onda aytadi, aqlinglarni ishlatmaysizlarmi deydi. Agar biz Qur'onni tafsirini o'ylab, ma'nolarini yetmaydigan bo'lsak, unda aqlni nima keragi bor edi? Afala yatadabbarunal Qur'an. Qur'onni tadabbur qilishmaydilarmi? Am ala qulubihim aqfaluha, ya ularning qalblari qulflanib ketganmi deyapti Alloh taolo. Atamuruna an-nasa wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Odamlarni yaxshilikka chaqirasizlar u o'zingizlarni esdan chiqarib qo'yasizlarmi? Odamlarni yaxshilikka chaqirib o'zingizlarni esdan chiqarib qo'yasizlarmi? Vaholanki sizlar kitobni, Qur'onni tilovat qilib turgan odamlar emassizlarmi? Aqlinglarni ishlatsanglar bo'lmaydimi degan oyatlar tushdi. Aqlni ishlatishlikni agar Qur'onni ma'nosini tushunmasak, nima keragi bor edi aqlni ishlatishlik? Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Biz sizga nozil qilgan mana bu kitob muborak kitob. Liyadabbaru ayatihi, uni oyatlarni tadabbur qilishliginlar uchun tushirdik. Va liyatadakkara ulul albab, aql egalari undan pand nasihat olish uchun tushirdik deydi Qur'on. Shu o'rinda Qur'onni faqatgina o'qib undan tushunmasak, tafsirlarini tushunmasak, oyatlarni halol va haromlarni ajratmasdan shunday o'qibgina qo'ya qoladigan bo'lsak, buning misoli bir mashhur tabibning misoliga o'xshab ketadi. Necha yillar tabobat ilmini o'qiydi. Katta-katta tom kitoblarni yodlaydi. U katta bir tabib bo'lishlik uchun. Lekin vaqtiki u aytadi, men bu tabobat ilmini suv qilib ichib tashlaganman, uning hech narsasini tushunmaganman. Chunki tabobat ilmi bu juda ham murakkab ilm, insonning ishlariga, a'zolariga taalluqli bo'lgan ilm bo'lgani uchun men uning ma'nolariga kirmasdan o'qiganman desa, bu tabibdan nima foyda keladi? Biz ham aytsakki, Qur'onni men ichib tashlagan bir qoriman desakda, lekin Qur'onning halol va haromini ajrata olmaydigan bo'lsak, bu qoridan din uchun nima foyda chiqadi? Inni la'ajabu Ibn Jarir at-Tabari aytadi, men Qur'on o'qib turib, uni tafsirini bilmagan odamdan ajablanaman. Qanday qilib uni o'qiganda, qiroatida lazzat topar ekan deb deydi. Qur'on bizga Qur'on amal qilishlik uchun tushirdi.
Qur'onga amal qilishligimiz uchun tushirdi. Bu marosimiy narsa emas Qur'on. Marosimiy narsa emas Qur'on. Bir majlislarni Qur'on bilan o'qib boshlab beradigan, yo bir majlislarni Qur'on o'qib tugatib beradigan, yo bir o'lgan joydagina o'qiladigan narsa emas bu Qur'on. Qur'on hayotimizdagi butun hayotimizning, vujudimizni, yashashimizni Qur'on asosida yashashlik uchun Alloh taolo tushirdi Qur'onni. Qur'on amal uchun tushirdi Qur'onni. Ta'allamul Qur'on. Payg'ambar alayhisalom aytadi, Qur'onni ta'lim olinglar. U bilan jannatni so'ranglar. Buni bir qavm kelishadi. Bir qavm keladi deyapti. Sahobalar Qur'onni ta'lim oldi, amal uchun ta'lim olishdi. 10 oyat o'qirdik, 10 oyatdan o'tmasdik. Amal qilsak keyingi oyatga o'tardik, amal qilmasak shu 10 oyatni pishiqlardik deyapti. Ular ta'lim uchun oldi. Undan keyin qavmlar keladi dedi. Hozirgi zamonlarimizda ham tatbiqi bo'lyapti. Shular Qur'onni 3 ta narsaga Qur'on ta'lim olishib, un bilan dunyo talab qilishadi dedi. Qur'on bilan dunyo talab qiladi. Ularda Qur'on o'qiydiganlar 3 turga bo'linadi. Birisi Qur'onni o'qiydi, odamlarning ichida maqtashligi uchun, xushovoz xonanda ekan deyish uchun. Juda ham chiroyli Qur'onni o'qidi deyishlik uchun o'qiydi ekan Qur'onni. Ikkinchisi Qur'onni o'qiydi, dunyoni ko'paytirishlik, rizq bobida Qur'on o'qir ekan, faqat tugunlarda, xudoylardagi yuradigan domla bo'ladi u. Xalqga dinni tushuntiradigan domla bo'lmaydi u. Uchinchisi Alloh uchun o'qiydigan Qur'onni. Uchinchisi Qur'onni Alloh uchun o'qiydigan inson bo'lar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbatul vida xayrlashuv xutbalari Hajjatul Vidoda shunday xayrlashadigan xutbalarni gapirganlarida shu xutbalarning oxirida aytdiki: "Qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum aw in tamassaktum bihima kitabulloh va sunnatu nabiyikum." Men o'zimdan keyin sizlarga ikki narsani tashlab ketyapman. Agar uni mahkam ushlaydigan bo'lsanglar, hargiz adashmaysizlar. U biri Allohning kitobi, ikkinchisi payg'ambarning yo'li, sunnatlari dedi. Mahkam ushlaysizlar dedi. Shunda adashmaymiz ekan. Biz ham mahkam ushladik Qur'onni. Shunday emasmi? Biz mahkam ushlash deganda Qur'onni qo'ltig'imizga qisib olib, hadisni ikkinchi qo'ltig'imizga mahkam qisib yursak, bu Qur'onni mahkam ushlashmi shu? Mahkam Qur'onni ushlasanglar adashmaysizlar desa, Qur'onni mahkam bir bog'lab ahbolalarda uyimizning to'riga, shkafning bir ishlariga tiqib qo'ysakda, uyimda Qur'on turibdi desak, bu mahkam ushlashmi shu? Qur'onni mahkam ushlasanglar adashmaysizlar desa-da, bir qanaqadir allaqanday bir domlalarga borib Qur'onni yaxshilab yozdirib, bo'ynimizga tumor qilib osib yursak, mashinamizga osib qo'ysak, shunda biz Qur'onni mahkam ushlagan, adashmaydiganlardan bo'lamizmi? Yo'q. Qur'onni mahkam ushlash, unga amal qilish. Qachon Qur'onning yo'liga yuramiz, shunda biz adashmaydiganlardan bo'lamiz. Agar biz Qur'onga amal qilmaydigan bo'lsak, Alloh taolo buni misolini juda ham yomon misolga keltirdi. Qur'on o'qisa, Qur'onni bilsa-da lekin unga amal qilmagan kishilarning misolini Alloh taolo masalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawmaz zolimin dedi. Tavrotni ahli kitoblarning misolini keltirdi. Agar bu ahli kitoblarga tushgan bo'lsa ham bizga tatbiq bo'laveradi. Chunki Qur'onda zikr qilinganligi uchun. Tavrot berilgan kishilar keyin uni ko'rsatmalariga amal qilmagan kishilar, Tavrot berilgan, qo'lida kitob turibdi lekin unga amal qilmayapti. Bizga ham Qur'on berilgan. Kitobimiz Qur'on deymiz. Lekin unga amal qilmayotgan kishilarning misoli bir eshakning ustiga kitob ortib qo'yganning misoliga o'xshaydi dedi. Eshak og'ir narsani ko'tarib ketyapti, his qiladi, lekin uning ichida nima bor ekanligini u bilmaydi. Bir eshakning ustiga yuklab qo'yilgan kitob yuklangan insonlarning misoliga o'xshaydi dedi. Biz mo'minlar shunga o'xshamasligimiz kerakki, Qur'onni tamomiy yodlab chiqqan inson bo'lsin, lekin unga amal qilmayotgan bo'lsa, Qur'onga u o'sha katta bir kitoblarni ko'tarib ketayotgan eshakdan farqi bo'lmaydi. Bu misol juda ham yomon misol. Alloh taoloning o'zi aytibdi: "Besa masalul qawm."
Bu qavmning misoli juda ham xunuk ekan, yomon ekan. Bu Allohning oyatlarini yolg'onga chiqargan kishilarning misoli shunday yomon deydi Alloh taolo. Ibn Mas'udning gaplari bilan tugatamiz. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadi: "Inna bani Isroil lamma tala alayhimul amad faqasat qulubuhum." Bani Isroilning payg'ambarlar kelgan zamoni ancha uzoq vaqtlar o'tgandan keyin, payg'ambarlarning kelgan zamonidan vaqtlar o'tgandan keyin qalblar dag'allashib, qo'pollashib ketdi. Qattiqlashdi qalblar. Payg'ambarlar zamonida yaqin yashasangiz, o'sha zamonda yaxshi odamlar ko'p bo'ladi. Payg'ambarlar zamonidan uzoqlashsangiz, yomon odamlarning ko'p bo'ladi. Yomon odamlarning ko'pchiligining ichida yashaganingizdan keyin qalblar dag'allashadi. Qalblar dag'allashdi. Vaqtara'u kitaban min indi anfusihim. Ular aytishdiki, qachongachayin siqilib yashaymiz? Mana bu harom, mana bu halol deb o'zimizdan bir kitob chiqaraylik deydi. Dinda bir kitob chiqaraylik, ixtiro qilaylik dedi. Istahwathum qulubuhum. O'zimizni qalblarimiz xohlagandaqa qilib dinni burib, chiroyli bir kitoblar yozsak bo'lmaydimi deydi. Vastahallathu alsinatuhum. Tillarimiz halol deyotgan, bo'ladi deyotgan narsalarni kitoblarga kirgizib, bir dalillar qo'yib, uni orqasiga shunday bir chiroyli bir kitoblarni ixtiro qilsak dedi. Va kana al-haqqu yahulu baynahu va bayna kathirin min shahwatihim. Payg'ambarlardan kelgan haq din ular bilan ularning shahvati, havoyi nafsi xohlab hamma narsani qilib tashlashdan to'sib turgan edi. To'xta deb to'sayotgan edi. Shuning uchun qachongacha buna bo'ladi dedi. Chiroyli bir kitob chiqaraylik, hammasiga munosib qilib keladigan qilib kitob chiqaraylik deydi. Ular kitobni chiqarishdilar. Payg'ambarlarining kitoblarini o'zgartirishib, o'zlari ba'zi narsani harom, ba'zi narsani o'zlariga halol qilib chiqarishdi. Ta'alu nad'u bani Isroil ila kitabina hada. Ular aytishdiki, kelinglar endi bani Isroilni hammasini shu kitobimizga chaqiramiz dedi. Hamma shunga kelsin endi dedi. Avvalgi haqni gapirayotgan kitoblarni yo'q qilib turib, o'zimizni chiqargan kitobimizga chaqiraylik dedi. Ular shu narsani boshlashdi. Faman taba'ana alayhi tarakna. Kim biz chiqargan kitobni haq aytibsizlar deb turib qabul qilsa, uni tark qo'yamiz, tek qo'yamiz. Kim agar bunga qarshilik ko'rsatsa, uni o'ldiramiz dedi. Va ular shu tariqatni qo'llashdi va haqni aytishgan va haqni gapirganlarni shu vaqtda yo'q qildi va shunday qilib ular dinlarini buzishlikning nimasidan uddasidan chiqishdi. Biz musulmonlar dinimizni shularga o'xshab buzib olmasligimiz kerak. Nafsimiz xohlagan narsa halol, nafsimizga og'ir kelgan narsa haromga aylangan holatda dinimizni shunday buzib olmasligimiz kerak. Demak, Qur'on manhaj, insonning yo'li, ushlanadigan to'g'rilikka va eng cho'qqi maqomga yetaklaydigan Alloh taoloning muqaddas kalomi. Uning ma'nolarini tushunib, Alloh to'xta degan joyda to'xtab, Alloh yur degan joyda yurib, buyurganini qilib, qaytarganlardan tiyilishlik bilan biz haqiqiy Qur'onga iymon keltirgan mo'minlarning safidan bo'lib hisoblanamiz. Shuning uchun biz bugungi muqaddimani mana shu Qur'onning nima ekanligini tushunishliklar uchun tayyorladik. Alloh nasib qilsa, keyingi jumada Qur'on tafsiridan Alloh nasib qilsa boshlaymiz. Keyingi jumada. Va vaqtimiz mana sal kechikdik. Tartibga solganimizcha shuna bo'ladi. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Duo qilinglar deganlar bor ekan va hokazo. Otasini haqlariga yana boshqalarning duolarini so'raganlarga duo qo'yamiz. Duo qilinglar deganlar bor. Opangizga, mana yerda birov otaxonga deydi va hokazo. Yana bittasi operatsiya deyapti. Amin. Alhamdulillah. Allohumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullana wa la takilna ila anfusina tarfat 'ayn. Ey Alloh subhanahu va taolo, seni go'zal ismlaring, oliy sifatlaring bilan so'raymiz. Sendan boshqa iloh yo'q, sen yagonasan. Alloh taolo, biz senga muhtojmiz, sen butun barcha borliqdan behojatsan. Alloh taolo, biz sendan hojatlarimizni so'raymiz, sen Alloh taolo hojatlarimizni ravo qilgin. Alloh taolo, mana kasal bo'lganlarni kasallariga shifo ber.
onaxonlarimizni, otamizni, yana bir ukamiz, singlimiz kasal ekan. Alloh taolo ularning operatsiyalaridan Alloh taolo sog' salomat chiqib yaxshi bo'lib ketishi nasib et. Alloh subhanahu va taolo jami yer yuzidagi musulmonlarning kasallarini, dardlarini Alloh taolo o'zing dardlariga shifo ato et. Alloh subhanahu va taolo mana shu jamoatimizga o'zing fayz va barakotlarni ato et. To'g'rilikka, tavfiqda, sabotda bo'lishimizni o'zing nasib et. Alloh taolo qilayotgan amallarimizni faqat o'zingga xolis vajhing uchun qilishligimizni nasib et. Alloh taolo sening eng ulug' kaloming bo'lgan muqaddas Qur'onni tafsir qilishlikka qo'l bog'lab turibmiz, o'zing unga madad bergin, ko'mak bergin, nusrat bergin Alloh taolo. Alloh subhanahu va taolo haqni qayerda bo'lsa haq qilib gapirishlikdan va botilni esa botil qilib ko'rsatishlikni o'zing nasib et. Alloh subhanahu va taolo qarzdorlarning qarzlarini o'zing ado qilgin. Alloh taolo qiynalib turganlarga, mushkulatga tushganlarni Alloh taolo o'zing nusratingni bergin. Jami yer yuzidagi musulmonlarni Alloh taolo aziz qilgin. Mushriklar, kofirlarni, munofiqlarni Alloh taolo o'zing kifoya qil. Va sallallohu ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar.